Assalomu alaykum, aziz tinglovchim. Yana sizlar bilan Qalb sahifasi. Omina Shenlik o'g'li, imomning maneken qizi. Yoshlik keksalikning ko'zgusidir. Ko'zgudagi aksidan rozi bo'lmagan kishi ko'zgudan emas, o'zidan hisob so'rash lozim. Tomdagi qorlar erib, uy ichiga tomchilab, hamma yoqni ho'l qilgandi. Xonadonning qizi Fotima chakka o'tayotgan yerlarga idishlarni qo'yar, ham tinmay nolirdi. To'yib ketdim axir, to'yib ketdim. Oyi, meni eshityapsizmi? Eringizga ayting, bizni tuzukroq joyga joylashtirsin endi. Fotima butun kin va nafrati bilan nolishda davom etardi. Uyimizdan uyaladigan bo'lib qolganman. Hatto o'rtoqlarimni ham taklif qila olmayman. Ikki xonasi va zali bo'lgan masjid yotoqxonasida onasi doim shu so'zlarni eshitardi. Jigarbandining bu gaplardan qattiq ranjir va qizim, bolajonim, shunga ham shukr qilishimiz kerak. Boshpanasi ham bo'lmaganlar bor. Dadang yaqinda kelib qoladi. Oxirgi rakatni o'qishayotgan bo'lsa kerak. Ovozing masjidga eshitilishi mumkin. Sal sekinroq gapir, dedi. Fotima suv bilan to'lgan idishlarni bo'shatar ekan, yana ham jahl bilan gapirdi. Har doim bitta gap. Dadang eshitadi, dadang eshitadi. Eshitsin. Kim eshitsa eshitsin. Boshqa chidolmayman. Nima, dadam meni so'rab olibdimi? Yoki siz meni so'rab tuqqanmidingiz? Ichimdan boshqa gaplar ham kelyapti-yu, lekin tavba, bunday hayotga boshqa bardosh bera olmayman, deb necha marotaba aytdim. Bardosh bera olmayman. Bu dunyoga kelayotganimda mendan hech kim so'ramagandi. Qizim, aqlingni yeb qo'yibsan. Alloh o'z asarini yaratarkan, nega sendan so'rasin? Sen mana bu gullarni boqqa ekishingdan avval ulardan so'raganmisan? Balki ular ham bu dunyoda yashashni xohlamas. Mana bu kursini u joydan bu joyga olayotganingda kursidan so'raganmisan? Balki u ham u yerni xohlamas. Sen uchun boqqa ekkan guling qanday bo'lsa, Alloh uchun sen ham shundaysan. Mushtipar ona ho'l bo'lib ketgan polni latta bilan artib, suvni chelakka siqarkan qiziga dedi. Qizim, sendan qanday qilib so'rardik? Dunyoga kelishdan oldin yo'q eding-ku. Fotima o'ylab ham ko'rmasdi. Hayot charxpalagi butun Fotimalarni isyon ettirish uchun aylanardi go'yo. Bir kun dadamga uy ichida u so'zini tugatma u yoqdan bu yoqqa yurar, tez-tez masjid eshigiga qarab qo'yardi. So'ngra yana to'xtamay gapirishda davom etardi. Tabriklayman. Bitta shom namozini rosa cho'zdirdilarda. O'sha o'lik yuvadigan eringiz kelib ahvolimizni ko'rib qo'yishni xohlayman. Ishimni shuncha cho'zib qilsam ham kelmayapti. Fotimaning ovozi Gul xonim qizini ilk marotaba ko'rayotganday angrayar, tiliga so'z kelmasdi. Bolasiga g'amgin holda boshdan oyoq razm solgach dedi. Aslo. Dadangning oldida bunday deya ko'rma. Bechora yurak xurujidan tamom bo'ladi-ya. Menga nima? Nima otamni pulga sotib olibmanmi? Javob berdi Fotima asabiylashib. Gul xonimning qattiq ranjiganini, shvabraga bor gavdasini tashlab behol turganidan ham bilsa bo'lardi. Bu nima deganing? Pulga sotib olganingda otang qadrliroq bo'larmidi sen uchun? O'shanda hurmat qilarmiding otangni? Fotima o'zining nolishlariga turli yo'llar bilan sabab qidirarkan, lattani siqib, saqichini chapillatgancha dedi. Davlat otamni allaqachon sotib olgan. Yana shunaqangi arzonga olganki, 3-5 so'm uchun hamma davlat odamlari haftaga 48 soat ishlasa, eringiz esa 320 yoki 350 soat ishlaydi. Fotima ko'p kitob o'qigan zehnli qiz. Butun Qur'onni yod olgan. Ba'zan o'ylamay gapirardi. Gul xonim siqilganidanmi, har nechuk uning gapiga tushunmay so'radi. Shuncha soatni qayerdan olding? deya so'radi. Onasiga o'qrayib qarab qo'ygach, u javob berdi. Ha nima? Yolg'onmi?
Masjiddan beri kelolmaydi-ku. Kecha kunduz shu yerda bo'lsa. Birorta qoni buzuq gilamni o'g'irlab ketmasin deb poyloqchilik qilib o'tiradi. Sassiq o'liklarni yuvib suvini to'kmaydimi? Topganida baraka yo'q. Tortayotgan azoblarimizga qarang. Eringizning soyasida ich chekmaydigan azoblar boshimizga tushyapti. Gul xonimning ko'ngli juda og'rigan, gaplarni ichiga yutdi. U ko'p o'ylab, kam gapiradiganlardandi. O'qimagandi, lekin manaman degan o'qiganlarni hayratda qoldirardi. Qizim, otang oddiygina imom. Imomlik esa ixlos bilan qilinadigan yuqori maqom hisoblanadi. Uni yerga urma. Aks holda Alloh janozangni o'qishga imom buyurmay qo'yadi. Shahid ham bo'lmaysanki, janozangni farishtalar o'qisa. Ha, men o'tib ketganimdan keyin o'qilishini bilaman. Shundoq ham o'qiganimiz faqat diniy kitob bo'ldi. Mayli, sen shunday deb o'ylay qol bolam. Bir kuni ilmga ahamiyat berganingda nimalarni o'rganganingni anglab yetasan. Masjid eshiklari uning ko'ziga juda ham sovuq ko'rinar edi. Bu sovuq munosabatni u 8 yoshidan beri his qilardi. O'shanda Fatima masjid eshik yonida o'ynayotgan edi. Ikki kishining gaplari qulog'iga bexos chalinib qolgan. Qo'lida sumka ushlab olgan imomlardan qattiq nafratlanishini aytgan edi o'shanda. Shu Fatima otasiga past nazar bilan qaray boshladi. Obro'li odam imomlikni yerga urganidan kelib chiqadiki, imomlik zamonaviy kasblardan emas ekan. Keyinchalik ham u otasi shu kasbi tufayli og'ir kunlarni boshdan kechirgani guvohi bo'lgandi. Surgun yillari, sud. Bundan tashqari jamoatda biror kishi bu narsani ko'ngli xushlamadimi, darrov borib shikoyat qilardi. Imomning qizi deb uni xo'rlaganlari kamlik qilayotgandek, endi tomdan oqayotgan suvlar bilan ovora. Xayoli parishon bo'lib, u yana eshikka qaradi. Bugun namoz vaqti cho'zildimi yoki unga shunday tuyulyaptimikan? Derazaning oynasi singan bo'lgani uchun dadasi u yerga bez bo'lagini bog'lab qo'ygan. Derazaning faqat bir tarafdan tashqari ko'rinardi. Fatima ishini behafsala qilar edi. Uning niyati chekayotgan qiyinchiligini dadasiga ko'rsatish edi. Ba'zi ishchilar singari o'zini ish qilayotgandek ko'rsatib bir yerda turmasdi. So'ngra orqasiga o'girilib kutubxonasiga qaradi. Hammayoq ho'l bo'lgandi. Baribir bularning kerak yo'q edi, deb o'yladi. Shuncha kitob o'qib biror foydasini ko'rdimmi? O'sha sen yoqtirmagan yigitcha sendaylarning yuztasiga arziydi. Hech bo'lmaganda uning burni osmonda emas, odamiylik chegarasini biladi. Fatima onasiga o'xshaydi. Ammo uning mendan ko'z uzmasligi ko'ngli osmondaligidan darak emasmi? U yana birdan asabiylashib, u bilan mening nima ishim bor? Aslida gapirishga ham arzimaydi u. Otasining kelayotganini sezib, Fatima polni artishga tushdi. Yoqub imom zinadan xuddi yelkasiga tog' opchiib olganday zo'rg'a qiynalib chiqardi. Allohim, menga ko'tara olmaydigan yukni bermagin. U ichkariga kirib, qizining pol artayotganini ko'rdi-yu, ko'zi bilan izlandi. Qayerdasan, azizam? Gul xonim shvabrasini ko'targancha shoshilib chiqdi. Labbay, shu yerdaman. Yoqub imom qo'llari bilan eshikka suyangancha ayoldan so'radi. Nega bu yerlarni Fatimaga tozalatyapsan? Namozdan keyin o'zim tozalar edim. Ham qor erib, ham yomg'ir yoqqani uyning ichini ko'lga aylantirib yubordi. E'tiboringiz uchun rahmat.